Haqiqat shu 5 qit'aning beshida yurtidan quvilgan mening dindoshim. Kimi 9, kimi 90 yoshida ortidan otilgan mening dindoshim. Zulm bosib kelar qishda bahorda, chorasiz mazlumlar titraydi dorda. Ba'zan Falastinda, ba'zan Bulg'orda g'oz qaddi bukilgan mening dindoshim. Shomda halabliklar, bu yoqda Lubnon, ming dardga badaldir bir Afg'oniston. Musulmon qonidir to'kilgan har qon, tuproqqa qorilgan mening dindoshim. Bu Rozgard, bu Uskub, bunisi Chechen, kishandan qutulish istaydi har kun. Sudandan Kashmirga cho'kmish qora tun, erki rost bo'g'ilgan mening dindoshim. Ozarbayjon asir kutar tuzoqda, Turkistonda Uyg'ur yetim uzoqda. Nega hurriyat yo'q Tatar boshnoqda, bo'ynidan bo'g'ilgan mening dindoshim. Birining ustiga kuchlilar mingan, birining ustiga xochlilar mingan. Birini o'g'rilar urib sindirgan, ostida ezilgan mening dindoshim. Arakan aqlimni shoshirgan ketmas, Kirkuk fojiasi tugamas, bitmas. Har birini aytsam 100 sana yetmas. Turtilgan, uringan mening dindoshim. Inson haqlarimish qo'yganing yaxshi, huquqmish yolg'onga to'yganing yaxshi. Millat xoinlari o'lganing yaxshi, shularga aldangan mening dindoshim. Dahriy musulmonni arzon sotoldi, Sahyuniy zulmiga mukofot oldi. Zolim haqqimizni yamlab yutoldi, yana jazo olgan mening dindoshim. Yana jazo olgan mening dindoshim. Abdurahim Qorako'ch 1990-yilda yozilgan ekan.